lazer yordamida labiaplastika qachon qilgan ma'qul? Ko'pchilik holatlarda kuzatilyapti. Lazer yordamida labiaplastika qilib bering deb to'ydan 1-2 kun oldin qizlarimiz murojaat qilib kelyapti. Yo'q, bunaqa holatda albatta to'ydan kamida 1 oy oldin murojaat qilish kerak. Chunki har kimning organizmi o'ziga xosligi bo'lganligi sababli lazerdan keyin yaralarni to'liq bitib olishi uchun vaqt ketadi. Keyin lazer yordamida labiaplastika qizlarga qarshi ko'rsatmami yoki bo'lmasa qizlar qildirishi mumkin emasmi degan savollar ham kuzatilyapti. Yo'q, qarshi ko'rsatma bo'lmaydi. O'zi lazerni labiaplastikaga ko'rsatmalar nimaligini bilib olish kerak. Birinchi o'rinda, qachonki o'sha jinsiy lablar haddan ziyod katta bo'lsa, ya'ni bu holatda qizimizni turmush tarziga xalal bersa, ya'ni kiyimlariga, ko'rinish jihatdan ham juda ham xunuk holatda bo'lsa, shunaqa holatdagina lazer yordamida labiaplastikani tavsiya etamiz. Kimlarga mumkin emas? Agar surunkali kasalliklar bo'lsa, ya'ni qandli diabet kasalligi kuzatilayotgan bo'lsa va qondagi qand miqdori normaga nisbatan yuqori holatda saqlanib turgan bo'lsa, yoki bo'lmasa surunkali yurak, buyrak, jigar kasalliklarini dekompensatsiya bosqichlari, ya'ni oxirgi darajalarida, bundan tashqari onkologik kasallik holatlari kuzatilganda lazer yordamida labiaplastika tavsiya etilmaydi. Qolgan barcha holatlarda tavsiya etiladi. Albatta, masalan, qizlar, turmushga chiqmagan qizlar, endi to'y bo'lmoqchi yoki bo'lmasa 15 yoshdan boshlab qizlar murojaat qilib keladi. Shu lablar menda xunuk, yoqmayapti, katta osilib turadi yoki bo'lmasa ichki kiyim kiyganimda noqulaylik men sezaman deb. 15 yoshdan boshlab qilsak bo'ladi bu amaliyotni. Bunaqa holatda voyaga yetmagan qizlar ota-onasi bilan birga yoki bo'lmasa yuridik vakili bilan birga kelish tavsiya etiladi. Bu videoni lazer qilishni o'ylab yurgan tanishingizga yuboring.